Hozirgi kontentimizda yovuz yakson sarson ruhlar, sushnislar, har xil ilohiy ko'rinmas maxluqot mavjudot haqida bo'ladi. Sushnistil hozirgi paytda 90% tirik insonlarning ichida yuribdi. Oziq ovqatdan keladi, olovdan keladi, suvdan keladi, shamoldan keladi, ruhdan keladi. Asosiysi go'shtdan, ayniqsa ot go'shti, echki go'shtlardan, keyin oziq ovqatlarni o'zidan, nondan, tarvuzdan hali ko'rsatib o'tamiz. Keyin magiyadan, qarg'ishdan, la'natdan, keyin kirib keladigan buzg'unchiliklar bor. Ularni davolash faqat bizani numerologicheskiy hozirgi raqamli tibbiyotda bo'ladi. Chunki u qaysi vaqt soatda qanday nimadan kirib kelgan bo'lsa, qanday shaklda har bir narsani raqami, soati, vaqti, holati o'rganiladi va o'shanday narsa bilan o'shanday vaqt soatda kirib kelgan narsa qaytariladi. Yana bizada la'natlar bor, avlodiy la'natlar bor, qarg'ishlar bor. Uni ham qaytarmalari juda kuchli va o'tkir va mushkul hisoblanadi. U ham hazil narsa emas, u har doim hammaga qilinmaydi. Hozir lekin dunyomizda, o'zi planetamizni energiyasi la'natga qolgani uchun, bu yovuz yakson sarson ruhlar ham ishga tushgani uchun barcha insoniyat bu suv, yer, olov va hamma narsa yer po'stlog'ida ishga tushib, yer titrab, holat og'irlashib, kun sayin kataklizmalar holati kuchayib bormoqda. Odam tanasida yana ruhiy siqilishdan kelib chiqadigan kasalliklardan biri ruhiy bunday siqilish, ezilish va bunday buralish bo'ladi. Bu insonning vujud tanasi bo'lsa, bu jonni ichidagi ruh bo'ladi. Bu qisilishni bunday ochib turib, bunday qoqib, Allohning marhamati bilan, ilmlar bilan qaytib, ruh joyida turgan holatida, tana joyida turgan holatda energiyasini buralishini o'rganib o'zgartiramiz. Shundan keyin bu odamning tanasi yengillik tortib, kasalliklarni shifoga tayyorlash uchun tana tayyor bo'ladi. Bu ish qilinmasa agar tana shifo topmaydi. Chunki uni ichida bitta kasallik bilan kelsa agar 10 xil kasallik davolanadi. Bizning ishimiz shundan iborat. Ya'ni miya davolanadi, jigar, oshqozon, buyrak, yurak va hokazo ichki organlar to'liq davolanadi. Nima demoqchiman? Har bir narsani to'g'ri bajarilsa, to'g'ri diagnostika qilinsa, odamzodga hech qanaqa dori-darmonga, hech qanday xirurgik operatsiyaga va hech qanday bad qo'shimchalariga, korporatsiyalarni piramida qilgan bir dunyo bad qo'shimchalariga hojat qolmaydi. Hozirgi paytda bu korporatsiyalar, endi aynan qaysiligini aytmayman, bular tiqilib ketgan. O'zbekistonda katta piramida va katta pullar bilan o'z kunini ko'ryapti. U odamlarni ahmoq qilish bilan. Meni o'zimga yaqinga oldim shu korporatsiyani 2 dona dorisini olib o'zim uchun ishlatish uchun ko'rdim. Qarasam, agar uni upakovkasi umuman shunday shikarniy qilib o'ralgan qog'ozda o'ramasi, keyin tarkibi yozilgan, Ibn Sino davrida yozilmagan tarkibi bo'lgani uchun bular shundan foydalanyapti. Oddiy korin salotka va alteyka bizani sentralniy aptekada bolaligimizda ichib yurgan narsani shirasini yaratib, osmon narxi, kosmos narxlarda har birtasini 400-500 ming sotyapti. Endi u narsalar aptekada o'zi tursa 4 ming, 5 ming, 10 minggacha turar. O'zingiz o'ylab ko'ring, nimaga pul sarflayotganingizni. Bizga obuna bo'ling, ko'rishni davom eting va podpiska bilan like bosing.